Qizlar, sizlar o'zlaringizga представить qilmaysizlar, hozir biz sizlar bilan nima ish qilamiz. Lekin bundan oldin menga chiroyli, приятный, красивый kommentariy yozadigan odamlarga katta rahmat demoqchiman. Sizlar borsizlar, meni настроениемni ko'tarasizlar, прям menga уверенность berasizlar. Men sizlarga также motivatsiya berarman, bilmadim. Hammalaringizga rahmat, вот вам сердечко. В общем, biz sizlar bilan hozir mana bu korobkani ichidagi narsaga распаковка qilib обзор qilamiz. Nima ichida bor deb o'ylaysizlar? Давайте videoni to'xtatib yozinglar. Так, давайте жду. Yozdingizlarmi? Nima o'ylayapsizlar? Men qilgan xatomni qaytib qaytarmaymanmi? Так, birinchi bo'lib sizlar bilan mikrofonni taxlab olaylik. Rost. Bu korobkani ichida. Sevamiz podarchikni. Mana bu narsa qimirlayapti. Bu dafar sariq sochli parigim bilan video qilganimga hamma yarashmadi, kim nima. Просто образ девочки, вы понимаете или нет? Buncha meni hit qilishdan bezor bo'lmaysizlar. Bu dafar men temno-korичневый va uzun soch takas qildim. И cholkasiz, kстати. Pariklarga artikul kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga aytasizlar. Lekin boshlaringizni shunaqa qisadi. Vau, это что такое? Vau, buni qaranglar. Komplektida mana shunaqa narsachasi bor, tipa birinchi kal bilasizlar. Вообще amerikanlar полностью lakmi nimadirlar qiladilar, keyin kesadilar, lekin biz bunaqa qilmaymiz. Parik качественный qilingan, потому что u parigimni ham ichida bunaqa nimachalari bor edi. Soch, конечно, не натуральный, но syomkalar uchun, или qanaqadir открытие, или qayergadir borish uchun juda ham zo'r deb o'ylayman. В общем, qizlar, mana shunaqa ozgina meni ko'zimni yopibdi. Cholkasiz yaxshiroq. Mana shunaqa. Не осуждаем, пожалуйста, не осуждаем. Telegramimga o'tasizlar, parik kerak bo'lsa olasizlar. И всем пока.